Avvallari autizmning asosiy sabablari vaksina edi, hozir esa hamma ayb parasetamolda. Amerikada prezident va sog'liqni saqlash vaziri homilador ayol parasetamol ichish tufayli autizm yuzaga keladi degan nazariyani ilgari surmoqda. Ilmiy nuqtai nazardan autizm rivojlanishi faqatgina dorini bitta faol komponenti bilan bog'lash asosli emas deb o'ylayman. Chunki homiladorlikda og'riq qoldiruvchi vositalarni qabul qilish risk faktori sifatida qaraladi. Lekin asab tizimini rivojlanishdagi barcha buzilishlar, shu jumladan demak autizm poligenetik risklar bilan bog'liq. Ko'rganimizdek, demak ba'zi kuzatuv tadqiqotlari zaif bog'liqlikni ko'rsatadi, lekin bu sabab va natija bog'liqlik dalili emas. Ko'plab omillar mavjud. Demak, bular infeksiyalar bo'lishi mumkin, isitma bo'lishi mumkin, genetika bo'lishi mumkin, onani turmush tarzi, ekologiya ham katta sabablardan bittasi yoki bir turtki omillardan bittasi bo'lishi mumkin. Onalar bilish kerak bo'lgan narsalar. Demak, parasetamol faqatgina shifokor tavsiyasi va belgilangan dozalarda qabul qilinishi kerak. Umuman parasetamol to'g'ridan-to'g'ri autizmni keltirib chiqarmaydi. Har qanday mumkin bo'lgan bog'liqliklar, bularning hammasi gipotezalar. Bu gipotezalarni asoslash uchun aniq tadqiqotlar talab qilinadi.